Dunyoni larzaga solgan atomli bomba tajribalari o'zi qayerda boshlangan? Ko'pchilik bu tajribalarni cho'lda, maxfiy bazalarda, harbiy bazalarda tajriba o'tkazilgan deb o'ylashadi, lekin aslida 1942-yil Chikago universitetining futbol stadioni ostida joylashgan kichik bir sport zalda boshlangan. Universitetning bir guruh olimlari va mashhur fizik Enrico Fermi boshchiligida insoniyat dunyoda birinchi boshqariladigan yadro reaksiyasini amalga oshirishadi. Bu tajriba orqali ular insoniyat atom energiyasini boshqara olishi mumkinligini isbotlashadi. Aynan shu muvaffaqiyat keyinchalik Manhattan loyihasi va atomli bombasining yaratilishiga yo'l ochgan. Oradan 3 yil o'tib, 1945-yil Amerika butun dunyoga o'z harbiy kuchini ko'rsatish uchun Yaponiyaning Hirosima va Nagasaki shaharlariga atomli bomba tashlaydi. Dunyoni larzaga keltirgan mana shunday voqeaga sabab bo'lgan bu loyiha oddiygina universitet stadioni ostida tajriba asosida o'tkazilgan edi. Qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazavermaslik uchun obuna bo'lishni unutmang va albatta ilm olishdan to'xtamang. Salomat bo'ling.